Assalomu alaykum. Men Toshkent shahrida turaman. Yoshim 57 yoshda. Abduganiyeva Dilorom Jo'rayevna bo'laman. Bu yerga salomatligim tufayli kirib kelganman. Men 2 marta infarkt kasalligini, ikkinchi guruh astmatik kasallik guruhida turardim, uchutda turardim. Qabziyat meni nihoyatda qiynar edi. Qabziyatning orqasidan gemoroy kasalligi bezovta qilar edi. Men mana shu mahsulotni qizim orqali menga xabar keldi. Ustozim Dilrabo Isaqovna mana shu kompaniya haqida ma'lumot berganlar. Shuni orqasidan kelib biz bu ma'lumotni taqdimotga keldik. Taqdimotda berilayotgan natijalarni ko'zimiz bilan ko'rdik. Sahnalarda sog'ayib oyoqqa turayotgan bemorlarni ko'rib, biz ham mana shu mahsulotni olib ichishga qaror qabul qildim. Birinchi bo'lib menga mahsulot 3 kundayoq yetib keldi. Mahsulotni menga birinchi o'rinda 3 kunlik yetib kelganidan keyin ertalabdan yarimtadan 3 kun ichishimni, yana ertalab kechqurun bir stakan suv bilan och qoringa bittadan ertalab bitta, kechqurun bitta ichishimni tavsiya qildilar va 10 kundan keyin Konezm Quash mahsulotini ichishimni tavsiya qildilar. Obedda soat 12 da muntazam ravishda ichib bordim. Orada meni doimiy kuzatuvda olib borishdi, vrachlarimizga bog'lashdi. Har doim, har haftada holatim haqida surishtirib borishdi. Men kundan kunga sog'ayib bordim. Ahvolim juda ham yomon bo'lgan. Doktorlar menga stent qo'yishni tavsiya qilishgan. Oilaviy sharoitim qiyinligi tufayli bunga sharoitim yo'q edi. Mana shu kompaniyani mahsulotini 3-kunidayoq men o'zimga natija ola boshladim. Uyqusizligim meni bezovta qilardi, uyqularim maromga keldi. Tanamdagi og'riqlar, yuragimni urishi, hansirashlarim mana shu ich qotishlarim o'zidan maromiga kela boshladi. Men 1 oy, 1,5 oyda juda ham yaxshi natija ola boshladim. 2 marta mana shu mahsulotdan men 2 oylik kurs lecheniya olib, hozirgi kunda men umuman aptekalarga ham murojaat qilmayman. Kardiologiyada har 6 oyda men kurs lecheniyalar olardim. Undan tashqari har kuni tez yordam mashinasini bezovta qilib men uyimga chaqirar edim. Hozirgi kunda hech qanaqa sintetik vositalarni qo'llamayman. Oilamdan, butun oilamni, qizimni, kuyovimni, qudalarimni, qarindosh urug'larimni mana shu tabiiy vositadan foydalanishlarini, menda ko'rishgan natijalarini ko'rishib, ular ham bu kompaniyaga ixloslari baland bo'lib, hozirgi kunda ular ham zo'r natijalar olishgan. Suyak yemirilishidan Covid paytida qizim Covid kasalligi bo'lib, 2 ta homilasini yo'qotib, hozirgi kunda aynan bugun qizim 1 yoshini, nabirami yoshini nishonlayapti 28-noyabr kuni. Natija zo'r. Qizimda farzand dunyoga kelib, mana shu mahsulotdan keyin nabiram bizni ko'zimizni quvonchi hozirgi kunda.